O'zbek ayol eng to'g'ri so'z so'ylabdir. Butkul odamzod ko'rsinlar shu videoni. Barcha siz xiyonat kechirarmisiz? Men kechira olmayman. Men hech qachon kechirmayman. Rostdan aytayapman. Farzand o'rtada bo'lsin. Farzand bo'lsa ham kechira olmayman. Qaysi? Men kechiraman. Nima farzandim otasi ko'p. Har ko'rganingiz Men nafaqat kechiraman, men kurashaman. Men kurashaman. Yo'q, mana har ko'ryapsiz. Hozir o'g'il bola bo'lyapman. Men tasavvur qiling, men shunaqa men sizga xiyonat qildim. Men eringizman, tasavvur qiling. Har ko'rganingizda men nima tasavvur qilasiz? Men aytaman, jon deyman. Men bar bilan meni sevadi. Barcha qo'lingni tushirib gapir. Qarishlar eshitdik. Nima? Nimani tasavvur qilasiz? O'rtoq, siz gap aytaymi? Men nimaga kechiraman bilasizmi? Chunki men 100% bilaman, bar meni sevadilar. U shunchaki bir kunlik, u biologiya. Lekin meni ming sevadilar va mendan yaxshi ayol yo'q ularga. Men aytaylik, xiyonat qildilar bilmasdan. Men u ayolga qanaqa qilib dunyodagi eng yaxshi yerimni topshirib qo'yishim mumkin. U uni baxtli qila olmaydi. Faqat men baxtli qila olaman.